Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar, hurmatli hamyurtdoshlar, hormanglar, charchamasdan yuribsizlarmi? Bugungi video roligimizdan bir ajoyib xalqimiz uchun bir manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Aziz qishloqdoshlar, bu hozir ko'rsatib turgani Qamashi qishloqning markazi, buni hamma biladi. Bugungi video roligimizda yangi kafeni ochilish marosimi haqida bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir ko'rsatilayotgan bannerda, reklamada yangi ochilgan shaurma kafesiga sizlarni taklif qilib qolamiz. Hurmatli tomoshabinlar, qishloqdoshlar, mana pastda nomerlari yozilgan 88lik 318 0494 ga telefon qilasiz. Sizga chiroyli qilib xohlasangiz uyingizga, xohlasangiz mana kafeni o'ziga ham kelib bemalol ovqatlanib, dam olib ketishlaringiz mumkin. Ichkarilar juda ham salqin. Shahar tipidagi sharoitlar qilib qo'yilgan. Qishloqdoshlar, hozir men kirib sizlarga o'sha kafeni o'zi bilan tanishtiraman. Sekin yurib kelamiz. Endi manzilini tushuntiradigan bo'lsam, qishloqdoshlar, ana Qamashi qishlog'ining sentrida Sunnat do'stimizning do'konidan o'tib, mana bu yerda xo'jalik mollari bor. O'sha oldida Ilhom akani do'konlarining oldiga shu shaurma kafesi ochilgan. Qishloqdoshlar, mana kimga agar mana shunaqangi fast food taomlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar yoki o'zlaringiz kafeni o'ziga kelib, tashrif buyurib, maza qilib ovqatlanib, dam olib ketasizlar. Biz kafeni o'zi bilan tanishtiramiz. Shunamgina bemalol kelib o'tirib, mana remontchalarni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib. Mana salqingina ultratirchalar aylanib turibdi. Kelamiz, mana zakaz qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shaurmalar pishyapti. Endi bu hozir boshlanishi. Yana go'sht ko'payadi deyishyaptilar. Qishloqdoshlar, mana shunaqangi kafeni ochilishi haqida video bo'lyapti. Agar kim mana shu yerga kelib taomlanaman desa, pastdagi nomerlarni yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib o'zlaringiz kelishlaringiz yoki telefondan dostavka qilishlaringiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, yer remontlari ham juda ajoyib, chiroyli chiqqan. Qishloqdoshlar, shunaqa gaplar. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha videoda like, bir-birlaringizga uzatib, qadriyatlarni ayamaysizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.